Oldimizda Qurban hayiti yetib kelyapti. Biz nima uchun qurbonlik qilamiz? Qurbonlik qilishning maqsad va hikmat nima? Har yili har bir oila qurbonlik qilguvchi shu qurbonlik malning pulisini yetim yesirlarga va undan boshqa muhim yerlarga ishlasak bo'lmaydi. Qurban hayit biz Uyg'ur musulmonlarning diniy bayram bo'lib, bu kunni ulug'lash, bu kunni hurmatlash va bu kunda Alloh uchun qurbonlik qilish orqali Allohga bo'lgan fidokorligimizni ifodalash biz uchun nihoyat muhim bir ibodat. Va shundaqla ulug' tuqqan va do'st yaradlarimizni yo'qlash orqali ular bilan munosabatimizni chingitadigan, ular bilan yiqilishadigan kun. Qurban degan so'zning asli ma'nosi mu yiqilish degan ma'noda bo'lib, Qurban hayit kunisi qurbonlik qilish orqali Allohga yiqilish maqsad qilinadi. Undaqda qurbonlik qachon yo'l qo'yilgan? Qurbonlik Ibrohim alayhissalomning davrida yo'l qo'yilgan. Bu ishning tafsiloti bunday. Ibrohim alayhissalom farzandga oshiq bir payg'ambar edi. Ammo Alloh taolo uni imtihon qilish uchun farzand bermagan. İbrahim aleyhisselam Allah'a bo'lgan umidini üzmey, Allah'a duasını davamlaştırdı. İbrahim aleyhisselam 86 yaş kirgan vaqtida necha yillab arzu armonlab kutgan o'g'lini Alloh taolo uning ato qildi. İbrahim aleyhisselam bu o'g'ilga İsmail degan ismni qo'ydi. İbrahim aleyhisselam 86 yoshida ko'rgan bu farzandini nihoyat e'tiborlab boqdi. Lekin Alloh taolo İbrahim aleyhisselamni arzu armonlab kutgan bu o'g'lidan ayirish orqali yana bir qatim imtihon qilmoqchi bo'ldi. Va İbrahim aleyhisselamga o'g'li İsmailni va ayoli Hajarni Mekke'ga ötüşkü buyurdu. İbrahim aleyhisselamga 86 yaşında arzu armonlab kutgan bu o'g'lidan ayrılışına ait ig'ri kasimi Allohning buyrug'ini hammadan ustun bilib o'g'li İsmail ve ayoli Hajarni Alloh taolo buyurgan Mekke'ga olib qo'ydi. Mekke'de o vaqtda hech qanday odam yashamaydigan qaqas cho'llik edi. Ya'ni hozirgi Ka'baning yeniga kelib qo'ydi. Bir qatim İbrahim aleyhisselam o'g'li İsmail aleyhisselamni yo'qlab keldi va uning bilan quchoqlashib ko'rishdi. Va shu kuni uxlagan vaqtida İbrahim aleyhisselam tushida o suyumli o'g'lini bo'g'izlab tush ko'rdi. Payg'ambarning tushi Allah'tan kelgan vahiy, ya'ni buyruq edi. Hayatının ahirigacha arzu armonlab 86 yaşında farzand yüzü ko'rib, ondan keyin u baldan ayrilib, u balasi cho'ngilib, unga yordamlashgudek bo'lgan vaqtida Alloh taolo tarafidan o'g'lingni bo'g'izla degan bu buyruqning kelishi İbrahim aleyhisselamga ig'ir kasimi, shayton İbrahim aleyhisselamga shunchalik vasvasa qilsimi, İbrahim aleyhisselam Allohning buyrug'ini hammadan ustun bilib, o'g'liga bu tushni aytmoqchi bo'ldi. Allah Teala İbrahim aleyhisselamның oğlu qılğan bu sözünü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı nakil qılğan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamның til arqılıq Ya bunayya inni ara fil manami enni ezbahuka fanzur mada tara. Ey oğlum, ben düşümde seni buğuzlab tuş görüpdimi? Yani peygamberinin tüşü Allah'tan kelgan buyruq. Bunu sen mi bilirsen? Fanzur mada tara. Oylab baqqın. İbrahim aleyhisselamның oğlu İsmail aleyhisselam Ya abati if'al ma tu'mar. Ey dada, Rabbin seni nimege buyurgan bolsa şunu qil. Oylab bakayım. Endi Kur'an'a yetken bala Allah Teala'dan seni buğuzluğun deb emir keldi dese Allah buyurgan bolsa şunda qil dedi. İsmail aleyhisselamның bu sözü de Allah'ın buyruqları qarşı büyük bir teslimiyet, boysunuş ifadelenir. İsmail aleyhisselam nima uchun Allohning buyruqlariga buncha boysunadi? Çünkü İsmail aleyhisselam o'lgandan keyin jannat kiradiganligini biladi. Ya'ni biz kirmoqchi bo'lgan jannatga kirish uchun shunday qiladi. Ammo biz ana shu İsmail aleyhisselam kirmoqchi bo'lgan jannatga kirishni o'ylaymiz, lekin Allohning nihoyat yengil buyruqlariga xiloflik qilamiz. Allohning buyruqlarining oldiga o'zimizning fikrini, o'zimizning xohishini qo'yib olamiz. Ya'ni shunday qilib o'zimizni musulmon deymiz. Amaliyotda musulmon degan taslim bo'g'uchi degan gap. Ya'ni Allohning buyruqlariga shartsiz taslim bo'g'uchi haqiqiy musulmon bo'ladi. Xuddi İsmail İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamning gapini anglagandan keyin İsmail aleyhisselam bilan birga qo'liga pichoq ilib Mina tog'ining ustiga chiqadi. Bu orliqda shayton İbrahim aleyhisselamga nihoyat vasvasa qiladi. Alloh rahimdil tursa, qarab turib balani bo'g'izlamsa, Alloh nenda shunda qilamsa, sening aqling yo'qmi? Har xil shakllik vasvasalarni qilishga boshlaydi. İbrahim aleyhisselam o'zining payg'ambar ekanligini bilgachga, uning tushining Allohning buyrug'i ekanligini bilgachga, uning iymoni shaytonni mag'lub qiladi va Mina tog'ining ustiga chiqib İsmail aleyhisselamni bo'g'izlash uchun yatqizdi. İsmail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamga ey ata, meni düm yatqizdi. Bo'g'izlagan vaqtingda menga bo'lgan shafqating tutib qilib, Allohning buyrug'iga xiloflik qilishingdan qo'rqma. Shuning uchun mening chiroyimga qarama, mening put qo'llarimni ching bog'lab etgin. Allohning buyrug'ini ijro qilib, meni bo'g'izlagan vaqtingda men Allohning buyrug'iga qarshilik qilib samay, qechib ketib samay deydi. Nima degan büyük teslimiyet. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamni yatqizdi ve onu bo'g'izlash uchun bil elib chiqqan pichoqni itdi keltirdi. Ondan keyin İsmail aleyhisselamning hal qo'lmagan yani bo'g'ziga pichoqni suraydi. Ammo pichoq o'tmaydi. Yani İsmail aleyhisselamning bo'g'ziga mangmaydi. İbrahim aleyhisselam yana qattiq besib suraydi. Pichoq yana mangmaydi.
3-chi qadim İbrahim alayhissalom tozi kuchi bilan besib İbrahim alayhissalomning bo'g'ziga ushirdi. Pichoq yana mangmaydi. Mushu vaqtda Alloh taolodan İbrahim alayhissalomga nido qilinib, "Ya İbrahim, qad saddaqtar ru'ya." Ey İbrahim, shunda sana aytilgan buyruqni amaliyotga chiqarding, ijro qilding. Biz haqiqatan yaxshi qiluvchilarni, ya'ni Allohning buyruqini shartsiz ijro qiluvchilarni yaxshi mukofotlaymiz. Inna hada lahuval bala'ul mubin. Bu uchuq bir sinoq, imtihon. Ya'ni Alloh yo'lida o'zining bolasini qurbonlik qila oladigan shaklda sening iymoningni imtihon qildik, sinadik. Va fadaynahu bi dhibhin azim. Biz u o'g'lining o'rniga jannatdan bir cho'ng qo'chqordan birini tushirib berdik. Diş orqali o'g'lining o'rniga shu qo'chqorni qurbonlik qilishga buyurdi. İbrahim alayhissalom o'g'lining o'rniga Alloh taolo jannatdan tushirib bergan shu qo'chqorni qurbonlik qiladi. Qurbonlik ana shu kundan boshlab bir Allohga ishongan odamning Alloh yo'lida hamma narsani pido qila oladiganligi, qurbonlik bera oladiganligini ifodalash uchun simvol shaklda yo'l qo'yilgan ibodat. Ya'ni qurbonlik Alloh yo'lida biz har qanday qurbonlik berishga, har qanday badal to'lashga rozi degan. Chunki Alloh taolo o'zining bandalarini azoblashni, qiynashni aslo xolamaydi. Buning Allohga hech qanday foydasi yo'q. Allohning bizni talab qildigani, bizning Alloh yo'lida har qanday narsamizni qurbonlik qila oladigan, pido qila oladigan bir ruhning bo'lishi. Alloh buni bizdan xohlaydi. Bo'lmasa qilgan qurbonligimizning go'shi yoki qinining Allohga hech qanday foydasi yo'q. Alloh taolo Qur'on Karimda la yanalallahu luhumuha va la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa. U qilgan qurbonliklarning go'shi yoki qini Allohga yetmaydi. Faqat Allohga yetidigini sizlarning taqvodorliginglar, pidokorliginglar va Alloh yo'lida hamma narsalarni pido qila oladigan, qurbonlik qila oladigan bir ruh, taqvodorlik deydi. Shuning uchun qurbonlik qilish qandaqdir go'sh yeyish emas. Qurbonlik qilish Alloh yo'lida yaxshi ko'rgan narsamizni qurbonlik qila oladigan va pido qila oladigan bir ruhning ifodasi, namoyandasi. Shundaqla İbrahim alayhissalom kabi Allohning buyrug'ini shartsiz ijro qilgan bir ruhning namoyandasi. Va shundaqla İsmoil alayhissalomga o'xshash Allohning buyrug'ining oldida butun taslim bo'ladigan, bo'ysunadigan bir ruhning namoyandasi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qurbonlik haqida nihoyatda ching bir gapni qilgan. Man vajada sa'atan falam yudahha fala yaqrabanna musallana. Qandaq bir odam qo'l ilkida batırıp, qurbonlik qila oladigan turib, qurbonlik qilmasa, bizning namozga qo'yilgan yerimizga yaqinlashmasin. Ya'ni bizni yer tutsin degan. Shuning uchun imkoniyatimiz yer ba'sida cho'qim qurbonlik qilaylik. Bu Allohning shuorini ulug'laganlik bo'ladi. Va man yu'azzim sha'airalloh fa innaha min taqval qulub. Kimki Allohning shuorlarini, ya'ni qurbonlikqa o'xshash, qurbon hayitga o'xshash, Allohning shuorlarini, islomning shuorlarini ulug'laydi ekan, hurmatlaydi ekan, u odamning qalbining taqvo ekanligining bir isboti deydi. Biz qurbon hayitda qurbonlik qilmay, shu qurbonlikning pulisini yetim yesir yoki texmi ehtiyojli davo yo'li va undan boshqa muhim yerlarga xarjlasak bo'lmamdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotidami, davridami nihoyat qiyinchiliklar, kambag'al odamlar bor edi va nihoyat muhim xizmatlar, muhim da'volar bor edi. Ammo hech qanday bir sahoba, "Ey Rasululloh, biz qurbonlikni necha yuz, necha ming tugul turdik ekanmiz. Mushuning pulisini kambag'allarga taqatsak yoki buning pulisini to'plab ma'lum bir da'voga, jihad yo'liga ishlatsak" deb baqqan emas. Chunki sahobalar Allohning buyrug'ini, Allohning shuorini hurmatlaydi. Allohning buyrug'i islomdagi bir ibodat qarta o'zining aqli bo'yicha, o'zining ra'yi bo'yicha gap qilishga jur'at qila olmaydi. Ammo bugungi kundagi musulmonlar Allohning buyrug'i, islomdagi ibodatlar qarta o'zining ra'yi bo'yicha xohlagancha yo'l ochishga tirishyapti. Amaliyotda bu to'g'ri fikr emas. Chunki payg'ambarimizning keyingi Hazrat Umarning davrida ocharchilik bo'lib ketgan vaqtida imkoniyati bor qurbonlik qilgan. U pulga ochliq elib, ochliq taqatgan emas. Demak, qurbonlik islom tarixida 1400 biri hech qachon amaldan qoldirilib boqqan ibodat emas. Shuning uchun qurbonlikqa har xil yo'llarni tepish orqali amaldan qoldirishga jur'at qilmaydi. Agar bu savolni samimiy bo'laman bo'lsak, biz sayohat qila vaqtimizda, qimmat kiyim-kechaklar ola vaqtimizda yoki uyimizni biza vaqtimizda shundan bir kechib boqali, shu pulimizni yetim yesirlarga, texmi muhim degan yerlarga xarjlab boqali, undan keyin bunga kelaylik. Ammo qimmat kiyim-kechaklarni ola vaqtimizda, sayohat qila vaqtimizda, do'stlar yig'ilishib tomoq yeyishga vaqtimizda bu savol kallamizga kelmaydi. Faqat yilda bir qatim Alloh yo'lida qurbonlik qila vaqtimizda necha qo'yini, necha kalini o'ltagicha buni pulni paloniga qaysak bo'lmamdi degan bu savol keladi. Qurbonlik imkoniyati bor odam uchun nihoyat qilishga tegishli bir ibodat. Alloh taolo hozirdan boshlab hammamizning qurbonligini qabul qilsin. Assalomu alaykum. Yanılmaz köşlük sep bulup Yanresun taybir haq sada Merhaba aya merhaba Akkosi nurluktan saba Yanılmaz köşlük sep bulup Yanresun taybir haq sada Aya merhaba Akkosi nurluktan saba Yanılmaz köşlük sep bulup Yanresun taybir haq sada Merhaba aya merhaba Akkosi nurluktan saba Yanılmaz köşlük sep bulup Yanresun taybir haq sada Merhaba
aya merhaba Atkosi nurluk tang saba Yengilmez köşlük sep bolup Yangresun taybir haq sada Merhaba aya merhaba Atkosi nurluk tang saba Yengilmez köşlük sep bolup Yangresun taybir haq